يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون بني الإسلام على خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Hürmetlik dost birodarlarimiz, bizniki bu qatimki ders programımızga yine hoş kelibsizlar. Bizniki bu qatimki dersniki asosiy mavzui, yani temisi, yani qazo namoz haqida bo'ladi. Ham shuningdek, yani bir odam mesela masjidga kirib namoz o'qibdi, farz namoz o'qib ketibdi. O'qib bo'lgandan qarab baqsa, ya bir rakat ya ikki rakat o'qibdi. O'qigandan keyin shuni takbir o'qib namoz boshlanib ketibdi. Bu ikki mazmunning temining ustida to'xtalamiz. Biz endi hozir qazo namozniki ustida to'xtalamiz. Namozniki qazosini qilish. Buniki ustida oldidan buning ustida to'xtalamiz. Endi qazo namozniki qazosini qilish bu Qur'on nimada Payg'ambar alayhisolatu vassalamniki hadislarda sabit bo'lgan bir ibodat demdi. Buni qilmay bo'lmaydi. Ba'zi odamlarningki qazo namozini qilish yo'q, unda bo'ldi deydigan mushuna xato bir tushunch ega mushuna bir ba'zi bir gap so'zlar bor. Buning uchun bir diqqat qilib, uning uchun nima desa, uninga biz ishilib ketmasligimiz kerak. Endi qazo namoz asli namozni o'z vaqtida o'qish bu eng yaxshi afzal bir ibodat. İbadet hem Kur'an-ı Kerim hadis Resulullah'da belirtilgan. Ve yahafizuna ve hafizu ala salavat ve salatul usta diyen namaz ne? Yani muhafazat kılana, yani namazını öz vakitte okuşka astayillik muhafazatçı davamlaştırana. Şu davamlı öz vaktida okuyduğuna amalcı kılana diyen ayeti var. Ve onun başka Peygamber aleyhisselatü vesselam'ın ki yani sahabıda soğulan kaysi emel yakşı diye vakti üzüden yani kandak diye Peygamber sen yani namazını öz vaktida okuş diyen. Yani Peygamber aleyhisselatü vesselam'ın ki bir hadisi de kimi ki 5 vakit namazını yani farz namazını kasten terk ediyorken yani o adamdan Allah'ın ki hadisi çok beri diyen hadisi çok var. Yani namaz ne? 5 vakit namazı olandakin her bir namazdaki muayyen ma'lum bir vakti var. Ana boğandaki şu vaktin içinde okuş mu? Öz vaktida okuğallık hem ada kıgallık dep atılır. Hem de adi bir gerçelik kendi. İnsançılık bazı bir işler müşunda kazanıp gididigan, müşunda bir işler çok var. Onda vakitte yani kandak kılımız mesela yaş vakti okumaptık ya ma'lum bir muddette mesela namazdaki farz oluşu şu kız oğul balağatki yetken aşı minutum başlap yani 5 vakit namaz okuş o her bir mümin Müslümandaki adamdaki geldiğine yani vacip oldu. Yani şu günden başta bu karz okumasa katli bulmaydı hem de. Müşunda boğandaki hem de okuyamay kalan ma'lum bir yılları ya ma'lum bir vakitleri çok ban. Eğer imkan bolsa şu adam şu vakit yar bergen bolsa özü tahmin kılış arkalık mesela mancı men mancı yaşta men balağat yetipken men namazın falan vakti başlap okudum şu aralıkta ya mancı ya mancı namaz kıptı dep tahmin kılış arkalık mujna okuşçu gerek onu kupuşka kattiço bulmaydı. Endi bu dünyada eğer kazası kılamay yutip ketken bolsa, ölüp ketken bolsa ölgenden keyin Allah'ın aldığı bağ vakti yüzüde Allah üzücü biterek kılıdı. Şunu Peygamber aleyhisselatü vesselam'ın hadisi de mene bendelerini şu kıyamet günü birinci olup sorulganların nerse namazı soruludu diyen hadisi şu bak. Yani namaz ne kandak kıldın? Namazın öz vakti okudun mu? Şu sünnet hem farz sünnetige muvafık bir şekilde sen ada kıldın mı, kılmadın mı dep soruldu dep Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisi de. Anda oğandikin bunu asasen biz
namozni o'z vaqtida o'qiganimiz eng yaxshi. Endi shunday shubhatdan bu qolgan bo'lsa, agar bir qancha yil, bir qancha oy mushuna namozni o'qiyolmagan mushuna bir holatimiz bo'lgan bo'lsa, biz shuni taxmin qilish orqali har kuni, har namozda bo'lamdi, yo bir vaqt bo'lamdi, ashuni biz hisoblab qilish orqali hisoblay olsak, hisob bo'yicha mushunda har bir namozning oxirida yoki bir vaqt, yo ikki vaqt, yo bir kunlik namozni o'qish orqali mushuna tugataman desak, o'mucho bo'ladi. Agar unda qilmay, men yoki namoz emas, ma'lum bir muddat mushunda o'qiyman, vaqtim bo'lgancha o'qiyman desam, o'mucho yaxshi. Iloji kim bor, amal bor, biz o qazo bo'lib ketgan namozni vaqtida uni qazosini qilib, yadinimizga bu farz, bu qarzni vaqtida ishtik ado qilib tugatib o'tishimiz harakat qilishimiz kerak. Endi bu qazo bo'lib ketgan namoz, masalan, shundoq bir kunda yo bir vaqt, yo ikki vaqt, yo uch vaqt mundaq bir qazo bo'lib ketibdi. Qazo bo'lib ketgan bo'lsa, masalan, shu vaqtning o'zida har bir namozni, masalan, qazo bo'lib ketgandan keyin har bir namozni qazosi qilgan vaqtda tartib bilan qazosini qilish u chog'da bizning gardinimizga vojib. Ya'ni bir odam masalan tunugin, masalan, peshin, asr namozlarni o'qiyolmabdi. O'qiyolmagan bo'lsa, bu odam shu oldi bilan qazosini qildigan namoz peshinni boshlaydi. Peshinni boshlab, uni o'qib bo'lgandan keyin undan keyin asrni qiladi, undan keyin namozlarni qazosi qiladi. Agar o odam oldi bilan yo namoz sham yoki asrni qilib, undan keyin bu yoki peshinni qilsak, u chog'da degandek to'g'ri bo'lmaydi. Ham shuningdek hamda shunday uch vaqt namozni qazosi qilibdi, qazo bo'lib ketibdi. Biz hamda xufta vaqti deykanmiz. Xufta vaqti bo'lgan bo'lsa, darhollikqa biz oldi bilan shu qazo namozniki qazosini qivetib, anadiki shu vaqt namozniki qazosini shu vaqt namozni anadiki o'qiymiz, bu bo'ladi. Oldi bilan u qatimki namozni o'qib, unidagi qazosi qilishga bo'lmaydi. Ya'ni qazo namozi bilan farz namozniki o'ttirisi ham qazo namozining bir-birisi bilan o'ttirisiga mushuna tartibning vojib bo'lishi bu shaklda bo'ladi. Ammo u namoz, masalan, bir kech kunduz namozi jiq, masalan, 6 vaqt namoz qazosi bo'lib ketibdi. Masalan, vitr bilan bunday vaqtning o'zida mana qanday qiladi? Bunday vaqtning o'zida u odam mana qaysini boshlab qazosini qilsa bo'laverdi. Masalan, 2 kunlik namozning qazosi bo'lib ketibdi. Masalan, 2 kunlik yo 1,5 kunlik namozning qazosi bo'lib ketgan bo'lsa, u chog'ning o'zida u odamga masalan peshindan boshlab yana bir ikkinchi kuni peshin ham undan keyin asr masalan namoz ham mushuna qazo bo'lib ketgan bo'lsa, tasodifiy shu chog'ning o'zida u odam qaysin boshlab qazosini qilsa, u chog'da bo'laverdi. Ammo bir kech kunduzdan, ya'ni 6 vaqt namozdan to'van bir namoz mushunda qazo bo'lib ketgan bo'lsa, mana shu qatim shu vaqtdagi namoz bilan shu namozdagi o'ttirsidagi tartib u chog'da vojib. Biz shu boshda qaysi namoz o'qigan bo'lsa, shuni qilamiz. Shuni qazosi qilib bo'lgandan keyin shu namozniki, shu qatimki namozni anidan keyin o'qiymiz. Agar shu qatimki namozni vaqti bak qisqan, masalan, namozga olib qolibdi deyli. Namozga olib qolgan bo'lsa, namozgadan shu vaqt ish ketay debdi. Biz tunugundan boshlab shu bamdatdan, masalan, tunugundan boshlab, xuftandan boshlab, xuftan, bamdat, mushu peshinni tatib qazo olib ketibdi. Qazo olib ketib endi oxiri namozganing asroq vaqtimizning bo'ptam deb 2 soat yo yarım soat qilibdi. Endi bu vaqtda biz endi u namozni qazosi qilaman desak, asrning namozi vaqticha o'tib ketadi. O'tib ketgan bo'lsa, darhol asrniki namozni qazosi qilib deb, undan keyin u namozniki qazosini qilamiz. Bu mundaq bir tartib bilan tartib deganimiz bu bo'ladi. Ya'ni shunda qazo qilgan vaqt o'zida, ya'ni biz oldi bilan, ya'ni ashu qaysi namozni boshda bo'lgan bo'lsa, masalan, bamdat bo'lsa, bamdatni qilamiz. Undan keyin masalan, xuftan bo'lsa, xuftanni qilamiz, undan keyin bamdatni qilamiz, undan keyin asrni qilamiz. Mana bu tartib, mana bu shaklda bo'ladi. Ya'ni qazosini, namozning qazosini mush shaklda biz qilamiz. Bundaq tartib bilan qazosini qilib, o'qib, mushtaq qilish bizga nisbatan bu farz, ya'ni vojib bo'ladi endi. Ya unutilib ketibdi, masalan, vaqt tarkasi qo'shida qaysi boshlab o'qisak bo'ladi ekan, ana shu o'z vaqtlarimizni o'qiydi ekanmiz. Ya unutilib ketibdi.
biz qaysi o'qimada Allah deb shu vaqt namozni o'qib ketibdik. Yoki bo'lmaydi, biz peshin bilan asr o'qib namoz sham qazosi qilayotgandik. Ammo yodimiz yo'q, o peshinni qilmadim, o'qidim, ammo asr bilan namoz shamni o'qib ketibdiman, qazosi qilib ketibdiman degan bu yodimiz bo'lsa, peshinda qazo qilayotgan yodimiz bo'lmagan bo'lsa, o'chada asrni boshlab u namoz shamni o'qigan bo'lsak, o'chada o'tiruvchi bo'ladi. Yodimizda yo'q, unutilib qolib bunda degan bo'lsak, u tartib o'chadan yuzida soqit bo'lgan bo'ladi. Bunda bir o'qish kerak. Agarda tartib bunda bir nima bo'lgan ekan, biz hamda shu tartib bilan o'qish vojib bo'lgan ekan, shu 3 vaqt namozni shu qazosi bo'lib ketibdi. Biz bir vaqt namozning ichida, masalan, peshinning ichida bo'lgan ekan, biz shu vaqtning o'zida oldi bilan peshinni o'qitib, undan keyin tunugunki, masalan, namoz sham xuftan bomdatnikini masalan o'qivsam ana bo'ladi deb u odam shu namozning qazosini qilib ketibdi. Deb uning kari yo'q. O'shan o'zida bu bomd nemini peshinni o'qib farz o'qigan bo'lsa, bu to'g'ri ish qilmagan bo'ladi, vojibni-chu tark etgan bo'ladi. Agar ish yodi bo'lib qolgan bo'lsa, u xuftan buzib, u peshinni buzib etib, u odam anikin 3 namozniki qazosini qilib etib, anikin peshinninki kelgan yeridan yangidan boshlab yoki o'qiydi yoki kelgan yerdan boshlab ulabchu o'qiydi. Bu hadisda payg'ambar alayhisolatu vasallam mushtatichu baketgan. Biz namozni qazosi qilishda mushnachu qazo qilamiz, qazosini-chu qilamiz. Endi yana bir ish biz oyatning boshi deganimizdek, mesela biz namozni, ya'ni farz namozni mana jamoat bilan masjidda o'qishimiz bu biz uchun eng muhim. Ya'ni sunnati muakkada, ya'ni vojib, ya'ni o'tganda bu to'g'rida to'xtaldik. Biz endi namoz farzni shu iloji kim bor, masjidda o'qishimiz kerak, zarur. Ya'ni shu o'zirsiz u bu yerda o'qish qat'iy bo'lmaydi, ammo o'zirib ketdi. Mesela uçada o afi, ama onun başka vakitte farz namazını qat'iy masjidda o'qishimiz kerak. Endi sünnet, mushaf namazını iloji kim bor, amal bor, agar bizning ishonchimiz bo'lsa, uyda o'qishimiz kerak. Buni bizning ustida ham to'xtaldik. Biz endi shu farz namozni masjidda o'qimoqchi edik. Ya biz u masjid yangidan keldik. Vaqt namozini qachon bo'lgan o'qimadik, yo o'qib bo'ldim, nima bo'ldi, o'qimadik. Ammo namoz vaqti kirib qolganda qildi. Biz endi masjidga chiqib o'qidik. Odamlar turdi, ya nima qildi, o'qib bo'lganda qildik. Biz endi takbir o'qib, namoz o'qib ketdik endi. Shu farzni o'qidik endi. Farzni o'qib ketdik. Takbir etdik, Allohu akbar deb namoz o'qidik. O'qib bo'lgandan keyin shu qarisak takbir o'qib ketdi. Jamoat muazzin takbir o'qib ketdi. Ana shu o'qigan namozimiz, mal 4 rakat, mal 2 rakat, 3 rakat namoz bo'lamdi. Biz agar u yerda sayda qilmaganlar bo'lsak, o'chaning o'zida sayda qilmaganlar bo'lsak, o'chaning o'zida nima qilamiz? Agar sayda qilmaganlar bo'lsak, biz ruku qilib ketsak mayli. Sayda qilmagan, ya'ni birinchi sayda qilmaganlar bo'lsak, sayda qilmagan vaqt o'zida shu joyda darhol o'rilib turgan holatimizda namozni buzib, o'shada salom berib, assalomu alaykum deb ikki taraf salom berib etiblar, darhollikqa berib biz u yerda imom uchun iqtido qilamiz. Mana bu men qanday namoz bo'lishdi qat'iy nazar, agar ana ish bo'lsa, mush shaklda qilamiz. Endi u namoz masalan sayda qilmagan bo'lsa shundan, agar sayda qilib qolgan bo'lsa-da, sayda qilib ketdi u odam, bu o'qigan namozga qaraymiz. O'qigan namozi 4 rakatlik namoz bo'lmay, masalan 2 rakat namoz o'qdi. 2 rakat namoz o'qidi ekanmiz biz o'chaning o'zida. O'qatgan vaqtning o'zida bu sayda qilib bo'ldik. Sayda qilib bo'lgandan keyin qarab baqsak, imom ma'zin takbir o'qib namoz boshlashga nima qilibdi. Endi o'chada biz ham 2 rakat namoz o'qidi, masalan bomdod. Mana bu o'chaning o'zida biz ham qarab baqsak, bu takbir o'qib ketdi. Takbir o'qib ketgandan keyin sayda o'qib bo'lgan bo'lsa, mana sayda qilib bo'lgan bo'lsaqmi, ya'ni o'chaning o'zida yana biz darhollikqa, ya'ni o'chada biz darhollikqa o'chaning o'zida yana namozni kesib, buzib, yana ash namozga iqtido qilib o'qiymiz. Agarda 4 rakatlik namoz o'qib qolgan bo'lsa, 4 rakat namoz o'qdi, masalan, peshin yoki xuftan namozini kemmiz, o'chaqda endi biz takbir o'qib namoz o'qitdik. O'qib bo'lgandan keyin birinchi rakatga biz sayda qilib bo'ldik. Sayda qilib bo'lsa, o'chaning o'zida takbir etib ketibdi endi. O'qimida deb qarab bo'lsa, o'qib ketibdi. Takbir o'qidi muazzin,
namoz o'qiymiz deb, o'chaning o'zida biz qanday qilamiz? O'chaning o'zida meni shu o'chaning o'zida shu sayt qilib bo'lgan bo'lsak, bir rakatga, undan keyin u odam shu bir rakatni shu sayt qilib bo'lgandan keyin yana bir rakatni qo'shib o'qib, undan keyin salom berdi. 4 rakat namoz o'qigan bo'lgandan keyin, 4 rakatlik namoz o'qigandan keyin o'chaning o'zida mana u 2 rakatni o'qib, salom berib, undan keyin imomga iqtido qilib, namozini o'qiydi. Bu yerda o'qigan bu 2 rakat namoz, mesela peshin qolsa, peshin 2 rakat sunnatidan deb hisoblanmaydi. U ayrim bir nafla namoz bo'ladi endi. Agar bu 4 rakatlik namozda, masalan, 4 rakatlik namozda masalan 3 rakatni o'qib bo'ldik. 2 rakat o'qib bo'lsak-ku, 2 rakat o'qib bo'lgan vaqt, sayt qilgan vaqt qilsak-ku, joyda salom beriblar, daraligi beriblar, imom iqtido qilamiz. Endi 2 rakat o'qib bo'lib, tashahhud o'qib bo'lgandan keyin, qarab baqsak, o'chad 3 rakat qildik. 3 rakat qolgan vaqtning o'zida hamda shunda qarab baqsak, o'chada takbir o'qib ketdi. 3 rakatda takbir o'qigan bo'lsa, o'chada biz hamda 3 rakatga uni to'liqlab 4 rakatni o'qib, undan keyin namozni to'liqlab kelib, undan keyin imomga iqtidochi qilamiz. Iqtido qilib o'sha namozni komil shaklda bitiramiz. Buni ularniki agar ixtiyor qilib qolsak, imomga biz ergashsakmi, masalan, bu mana peshin yoki asr namozida bu ishlar bo'ladi. Buni da agar ixtiyor qilib qolsak, biz uni farzni o'qib bo'lgandan keyin qayta imom yana mushundaq nima qilibdi-ku, o'qibdi-ku, farzni o'qib bo'lgandan keyin ani bir iqtido qilib o'qigan namozim nafl bo'lsin desak, o'chu bo'ladi. Agar bo'ltama peshin o'qib bo'ldim, men iqtido qilmayman, nafl namoz o'qimayman deb o'chada o'qiyversam, o'qimasam o'ma bo'ladi. Ammo bu asrda bo'lmaydi bu ish. Ya'ni asr namozida shundaq 3 rakat o'qib bo'lgandan keyin takbir o'qib ketibdi. Takbir o'qibdi. Masalan, o'qib bo'lgan şeyni deb masjidga kirsak, hammasi o'ltiribdi ekan, o'qib bo'lganda qiladi. Undan keyin biz takbir o'qib o'z bilan kelib o'qitdik. O'qigandan keyin qarab olsa 3 rakat o'qib bo'lgandan keyin takbir aytadi muazzin. Unda o'z 3 rakat o'qib bo'lgandan keyin darhallikqa 4 rakatni qo'shib, endi birga shunga namoz asrini tamomlaymiz. Undan keyin o imomga iqtido qilishga bo'lmaydi. Bu faqat peshin namozi yoki asr namozi bo'lsa, ish bu shaklda bo'ladi. Endi masjid. Endi masjid kirish ketish masalasi keldik. Masjidda endi mushu azan o'qilgan masjidda azan o'qilib bo'lgandan keyin u masjidda shu azanniki namozini o'qimay chiqib, masalan, normal bir odamkanmiz, boshqa masjid o'qigan kishi deb chiqitish biz uchun degandek obdanchu emas. Ya'ni makro deb ataydi olimlarimiz, bu to'g'ri emas. Biz endi masjidda shu masjidda tug'an bo'lgandan keyin azan shu yerda o'qilgan bo'lgandan keyin shu masjidning o'zida namozni o'qib, anadagi chiqishimiz kerak. Bu boshqa masjidga chiqsak, bu biz makro ishni qilib qolgan bo'lamiz. Ammo u odam shu yana bir masjidningki muazzini yoki imom ekan. Yana bir masjidda u odam qarab turdi ekan. Unda olsa u odam shu azan o'qib bo'lgandagi chiqib, masjidga berib u odam muazzin bo'lsa, azanligini azan aytadigan yoki imom bo'lsa, o'chad imomligini qilsa, o'chad makro ishni qilmagancha bo'ladi. Mana bu durust. Ama unda ish bo'lmay turib, azan o'qib bo'lgandan keyin o masjiddan azan o'qigan anglab turib, chiqib o masjid boshqa masjidlarga namoz o'qiymiz desak, bu degandek to'g'richa bo'lmaydi. Yana shuningdek endi azan o'qigan shunday bo'ladi, ammo takbir o'qibdi endi. Endi biz masjidga kirib bo'lgandan keyin azan o'qib bo'lgandan kirdik o masjidga, qarab olsang takbir o'qidi. Takbir o'qigandan keyin, masalan, takbir o'qib bo'lgandan keyin, masalan, biz ya peshinga yoki xubtanga mana ashuna o'qib ketdi. Xubtanda ashunday ishlar yuz bergan bo'lsa, takbir o'qib bo'lgandan keyin biz o'chada oyatni chiqitishimiz ham durust emas, azan o'qib bo'lgandan keyin chiqitishimiz durust emas, ham muazzinninki hamda xubtandan keyin mesela xubta namozi yoki peshin namozi chiqib ketishi ya muazzinkan yoki imomkan bu makro emas. Makro olmaydi, ammo onun gayrida shunday takbir o'qib bo'lganda chiqayotgan bo'lsa, azan o'qib chiqayotgan makro bo'ladi, ham bu makrochi bo'ladi. Va uni da boshqa namozdimi, u odamning takbir o'qib bo'lgandagi chiqitishimi degandek obdanchu ishchi emas. Endi bu peshin bilan mana asr namozininki gayrida va agar chaldagi takbir o'qilsa, u odam namoz o'qib bo'lgandan keyin takbir o'qilsa, buni da chiqitadi.
Chunki bomdatdagi nafl namoz yo'q, asrdagi yo'q. Ham namozsham namozdakin o'qib bo'ldi qarab olsak, takbirni o'qibdi. Yani namaz o'qib bo'lgan bo'lsak, masalan, bu namoz o'qib bo'lganlikning ishi bu. Ana o'g'andan bu chal yana bir qoidadan bir iqtido qilaman desa, bu 3 rakat nafl namozchi bo'lmaydi. Anda o'g'andan bu ishlarning hammasi shu masjidga kirgandan namoz o'qib bo'lgandagi gap yuzi. O'qib bo'lgandan keyin ham takbir o'qilib ketdi-da, azn o'qib kelsa chiqasak bo'lmaydi. Ham takbir o'qib bo'lgandan keyin namoz shamdan keyin shu peshin bilan xuttandan keyin xuttan namozidan keyin mana takbir o'qib bo'lgan bo'lsa, u chaqda a'zo o'qish qatish ketishga bo'lmaydi. Ammo u chiqadigan odam, masalan, muazzin qolgan bo'lsa, u chaqning o'zida muazzinniki chiqish u yerda makruh emas. Buni bir diqqat çok qilishimiz çok kerak. Endi biz endi bomdatga chiqdik. Chiqib shundachi o'qidik. Qarab baxsak, takbir o'qib ketdi masjidga kirgan vaqtimizda, sunnatni esa uyda o'qish kerak. Eng yaxshisi bu. Bu chaqning o'zida qanday qilib takbir o'qib ketgan bo'lsa, u chaqda darhol bomdatning sunnatini o'qimay u odam imomga iqtido qiladi. Imomga iqtido qilib namozchi o'qiydi. Agar men sunnat o'qiyman u yerda desa, u odam takbirat ula jamoatninki savobini jamoat ulgura olmaydi. Agar jamoat ulguradigan bir ish bo'lgan bo'lsa, u chaqda sunnat o'qisak bo'ladi. Ammo jamoatni topa olmayman deb, u chaqda sunnat o'qib jamoat u chaqda o'qib ketdi ekan. U chaqda sunnatni o'qimaymiz. Bu undaqcha bo'ladi. Agar shu bomdat namozidan bir rakatni topa oladi ekanman, endi bir rakatni sunnat o'qib bo'lguncha, bir rakat o'qib bo'lgan, endi bir rakatni mana o'qib bo'ladi ekanman deb mundaqqa bo'lsa, u chaqda bu odam o peshinni bomdatning sunnatini o'qib o'tib, bir rakat ulguramagan bo'lsa-mi, unidagi andaki shu masjidniki imom bo'lgan, u bomdatdagi odamga imomga iqtidochi qiladi. Endi bu bomdatdagi sunnatini meni qazosi qilmaydi. Endi ayada kirdi, qarab olsa bir rakat o'qib bo'libdi imom, yo tayyorda o'tiribdi. Unda o sunnat o'qimagan to'q, u chaqning o'zida biz voy ham sunnat o'qib olsak bo'ladi desa, namoz yutib ketadi. Unda o'g'andan keyin biz sunnatni o'qiyolmadik. Namozni farz imom iqtido o'qib oldik. U chaqning o'zida biz endi farzdan keyin uni o'qimaymiz endi. Farzdagi bomdatning sunnatini o'qimaymiz. Agar bomdatning sunnatini qazosi qilish kelsa, agar shu bomdatning farzini birga anadagi qazosini qilib sunnatni qilsak bo'ladi. Bu faqat shu kundagi bomdat namoziniki kun tushkichilik vaqti bo'ladi. Ammo kun tushdan, yani kun shu bo'lgandan keyin shu bomdatniki namozni qazosini qilib qolsak, u chaqda u kunniki sunnatni qazosi qilmaymiz. Shu tushdan burun agar shu kunniki qazosi farziniki bomdatni qazosi qilsak, u chaqda sunnatini birga qo'shib qazosini qilsak, bu bo'ladi. Mana buningda payg'ambar alayhisolatu vasallamning hadisi shu bor. Ammo bu yolg'iz holatda bomdatning sunnatini qazosi qiladichi bo'lmaydi. Ammo payg'ambar sallallohu qilgan deb u chaqda o'qisaqmi, umi bo'ladi. Ammo peshinniki sunnatini ikkala holatda tark etimiz va iqtido qilamiz. Peshinning sunnatini bizda 4 rakat sunnat bor. 4 rakat sunnat bo'lgan bo'lsa, mayli shu imomni bir rakatni mayli topili, mayli topolmayli. Shu chog'da darhol o imom o peshinni farz turib o'tib ekan, o peshinning oldingi sunnatni o'qimayli imom uchun iqtido qilamiz. U chog'da bomdatniki peshinning sunnati kelgan vaqtida peshinning sunnatini men peshinning farzini o'qib bo'lgandan keyin 2 rakat namozni 2 rakat sunnatni o'qishning oldida qazosini qilamiz. Bunda qazosini qilamiz. Chunki buningda payg'ambar alayhisolatu vasallamning hadisi bor. Unda o'g'aniki bu shaklda qilamiz. Ammo mana bu ikkisiniki boshqasi. Mana bomdat bilan bomdatning sunnati bilan peshin sunnatniki g'ayrini har qanday vaqtda qazosini qilmaymiz. Ammo bomdatning sunnati qazosini qilishimiz obat degandek, agar shu farzni billa qazosi qilsak, u chaqda qilamiz. U bomdatning sunnatini. Ammo qazo peshin farzni o'qib bo'ldik. Farzni o'qib bo'lgandan keyin sunnat o'qiyolmabdik, uni qazosini qilmaymiz. Ammo peshinga kelgan vaqtimizda, mana oyatda deganimizdek, peshinnikini 2 rakat sunnatni o'qishdan burun peshinniki 4 rakat sunnatni qazosini qilamiz. Mana bu 2 namozning sunnatini g'ayri bo'lgan boshqa sunnat namozniki qazosini qilmaymiz. Buningda payg'ambar alayhisolatu vasallamniki payg'ambar sallallohu sabit bo'lgan hech qanday bir hadis yo'q. Biz bu şekilde namazını okup tamam kılımız. Ama sünnet, vakaza namazı da biz müşün netler, sünnet, müşün namazlarını mesela biz öyde bu vakti örtürüp okuyumuz kıldığı karab. Ama biz gayrigen mesela seferdik vakit dikeniz. Seferdik vakit olan olsa biz uçan üzüden
Qanday o'qiymiz? Men qaysi taraf qarab namoz o'qisak-chi bo'ladi endi. Nafl namozni. Masalan, safarda ekanmiz, masalan, uloqniki ustiga minib ketib beribdik, yo mashinaning ustida ekanmiz, yo aeroplanning ustida ekanmiz, yo kemaning ustida ekanmiz. Biz u chaqda qibla qaysi tarafga kelsa, ash qarab o'qiyversak-chi bo'ladi. Ammo farz qat'iy bo'lmaydi. Farzni ash qilbiga taraf qat'iy qarab o'qish kerak. Ammo farzni g'ayri bo'lgan nafl namozni mana qaysi qarab nafl o'qisak-chi bo'ladi. Mayli o'ltirib o'qimdoq, mayli o'rtirib o'qimdoq, mush o'qiyversak bo'ladi. Mana farz namozni bu ish durust emas. Farz namozni qilbi taraf o'qiymiz, ham qoyim bo'lib, ya'ni qiyam o'rtirib o'qiymiz. Mana bu shaklda o'qiymiz. Ammo nafl namoz o'qib qolgan bo'lsa, o'rtirib yoki o'ltirib yoki yetib deganlar bor. Yetib turib bunda o'qiyversak, ya'ni namoz o'qiymiz desak, bo'lmoqchi bo'laveradi. Buni bir diqqat qilish kerak. Bu nafl namozning ham sunnat namozga aloqador bir masala. Shuning bilan bizniki bu qatimki bu darsniki bu mavzudagi bu dars mushahada oyoqlashdi. Va in bir qator ko'rishgacha Allohga omonat bo'linglar. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. بني الإسلام على خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله